أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: الوتر واجب. Hazırımda farz namazı bilan sünnet namazlarının o'ttirdiki, o'sha vojib bo'lgan yoki hammalarning qarashida sunnatdan yuqori, farzdan tuvan bo'lgan o'sha namozga ayrim bir bab qilib vitrning ahkomi ustida to'xtaldi. Al-vitr vojib degan buni hukmini bayon qildi hozir. Hukm vojibdir, shunami? Lekin vitrning ta'rifi-chi? Vitr yoki al-vatr bil kasri val fath haq yakka degan ma'noda. Ash-shaf' val vatr. Yani hadiste innallaha vitrun yuhibbul vitra. Yani bir hadiste men istecmara felyutir. Nağını mı tak diyen buldu. El adedul ferdi diyen manda. İstilah manası salatun beynel işai vel fecr. Tam bilen bamdatның aralıqıda okulduğun namaz. 3 rekat, 1 rekat, 5 rekat, 7 rekat yoki undan ko'p. Yani hükmünü nima etsek, kitapta el-vitru vacib dedi. Hükmü vacib. Bu İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin karşı. Liqavlihi sallallahu aleyhi ve sellem: İnnallaha Teala zâdekum salaten ila salavatikumul khams. Ela ve hiyel vitr. Fehafidu aleyha. Allah Teala sizlerge 5 farz namazınla ketip bir namazını ziyade kıppadı, ziyade belgilep verdi. Bu bolsumu vitr namazıdır. Şuna bunu kuldum bämanlar. Nereden fehafidu aleyha da bir buyruk var. Hafizu ala salavati ve salatul usta degandek. Ve ziyadatu takunu min jinsil mazid alayh. Ziyada degan bir narsaga ortiq qiladi degan, nimaga ortiq qilgan bo'lsa, shuning jinsidan bo'ldi. 5 namozga qatib bergan ekan, bu 5 namozning jinsidan bo'ladi demoqchi. Ya'ni asli farz bo'lish kerak demadi. 5 farzga ma birini qatib bergan 6 qildi degan ma'noda. Ve qadiyatuhu al-fardiyya. Qadiyatuhu degan bu hadisning taqozosi. Bu hadisdan chiqadigan hukm farzlik hukm chiqadi aslida. 5 namozni 6 qilib berdi degan ekan, 5 namoz farz, mana 6-farz degan ma'no chiqdi aslida. Illa annahu laysa maqtu'an bihi. Lekin farzligidan keskin deb aytilmaydi. Azroq ehtimollik bor. Nima uchun? Chunki bu xabar ahad. 5 namoz Qur'on Karimda kelgan, hech bo'lmasa Qur'on Karimda ba'zi oyatlarda 5 namoz ekanligi dalil ko'rsatdi. Qur'on Karimda 5 namoz deb yo'q, shunami? 5 vaqt degan aniq bundan nas dalil yo'q. Lekin hafizu alas salavati vas salatul usta masalan, aqimus salata tarafayn nahar va zulfan minal layl degandek oyatlardan bunda hisoblab turib 2 va o'tiribisi 5 degandek ulamolar 5 namozga dalilni chiqarib baqqan. Lekin qandalan bo'lmasin 5 namozga balki mutawatir kelgan deyish mumkin hadislarda. Xams salavatin fil yawm val layla, anda Isra Mi'raj kechasida hiya khamsun va hiya khamsun dedi. O'sha hadis kelgan ekan, bu bir xil tavatirdek bo'lgan. Lekin ma zadakum degan hadis bu xabar vahid. Undan ekan farzlikni bildirmaydi. Faqulna bil wujub. Uni biz farz demay qoldik. Xabar vahid bo'lg'achqa. Buningdan to'rak bo'lgan vojib deymiz. Bu Abu Hanife rahmetullohi alayhining qarshi. Ve qala Abu Yusuf ve Muhammad rahimahumallah hiya sunnatun. Abu Yusuf Muhammad ve başka cumhurul ulema hammasi Abu Hanife yalnız qoldirishadi. Başka bütün ulemalar ikki shogirdimi o'tib ketgan. Sunnat dedi bular. Liqavlihi sallallahu alayhi vasallam: "Salatun kutibat alayya ve lam tuktab alaykum." Shunasa ma farz qilib bezitilgan, sizlarga yozilmagan. Yani bir rivayette ve yiyelakum sunnah, sizlarga sunnat bu 3 narsa dedi. Qaysilarsa vitr ve duha ve adha. Vitr namazı, chashgoh namazı, qurban hayit namazı. Bu Abu Yusuf ve Muhammadning dalili. Qulna al-kitabatu yal fard. Biz anda kutibat alay degan bu qarish tarafning dalilini tahlil qilyapmiz. Kutibat alay degan farz qilinib ketdi deganni bildirdi. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina ve katabna alayhim fiha anna an-nafs bin-nafs. Mesela قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
fardan muakkatan demakchi. Ve yuqalu lil faraid al maktubat. Farz namozlarga maktubat deyildi. Dubur salavatul maktubat endi. Fakana nafyul kitabati nafyal fardiyya. Navaniken yezilmidi degan gap farz qilinmidi degan gap shu. Chunki kitaba mishada fard manziba. Ve nahnu la naqulu bil fardiyya. Yezilmidi degan ekan, farz qilinmidi degan ekan, biz farz qilinmidi deymiz o'xshash. Valam tuktab alaykum sizlarga farz qilinmidi. Tamam, bizga farz emas bu deymiz. O'xshash. Lekin vojib deymiz. Bunda albatta Hanifi mazhabda farz bilan vojibni ayiradi. Abu Yusuf bilan Muhammad Hanifi mazhabda bo'lgan ekan, farz bilan vojibni ayiradiganlardan. Lekin jumhur ulamolar ayirmaydi. Shundan ekan Abu Yusuf Muhammad qarta biz ayirib bunda dedik, desa tushudi. Va amma qawluhu va hiya lakum sunnah. Bunda sizlar sunnat degan qarasak, ay sabata wujubuha bis sunnah. Buni vojiblikka sunnat bilan isbotlangan demakchidir deb bunda ta'vil qilamiz. Bu ta'vilmi biroz takalluf ham. Va ilakum sunnat degan ena qilamiz. Sizlar sunnat degan gap. Bu sunnat orqali isbotlangan deb bunda. Abu Hanifa rahmatullohi alayh va Abu Hanifa rahmatullohi alayning qarashini tutib mangan Hanifi mazhabiga ulamolar. Chunki Abu Hanifa mo nahnu deb qolsa deyishga olim. Ve biz bunda qaraymiz deydi-ku. Nahnu ishada al-jam'u lit-ta'zim. İnna nahnu nazzalna zikra. Nahnu yani Allah bir nunul azama deydi şu. Lekin bu yerda da Hanifi mazhabidagi ham shu Abu Hanifa'ning qarashini tanlagan ulamolarning demakchi. Li'annahu sallallohu alayhi va sallam huvallazi amara biha. Rasululloh buyurgan, Rasulullohning hadisi bilan isbotlangan deb tushunamiz dedi. Vel amru lil wujub. Dada buyruq vojiblikni ko'rsatdi. Yani usul fiqhda al-amru lil wujub. Mushadisda fahafidu alayha, yani bir hadisda ala fasalluha degandek. Ve hiye indahuma a'la rutbatan min jami' sunan. Endi ashkadan sunnat desa, jumhur ulamolar sunnat desa, buning nazarida yani sunnat deyishilar bilan odatdagi sunnat bilan shu qator tan qaramaymiz buni. Sal yuqori deb qaraymiz. Bundan keyin Abu Hanifa farz emas, undan sal turan degan ekan, hozir bo'shgan shunday yaqinlashdi. Yaqinam, ziq farq yo'q. Hatta la tajuzu qa'idan ma'al qudrati alal qiyam. Bundan keyin sahibaning nazarida o'tirib o'qiy oladigan turug'liq o'tirib o'qisa bo'lmaydi. Lekin bosh sunnat nafilni bazini o'ri tura oladigan turug'liq o'tirib o'qisa joizdir. Wala ala rahilatihi min g'ayri uzrin. Uzrsiz ularning ustida o'qib qolsa bo'lmaydi. Va tuqdan, ya'ni qazo qiladi degan bu ishkaylan. Mushin hammasi nimani ko'rsatdi? Shu vojib degan gapga yaqin bir narsani ko'rsatdi. Odat sunnat bo'lsa, bunda bo'lmaydi. Zakarahu fil muhit. Ya'ni bu mazhabda mashhur kitobdan ikkisi bor. Al-Muhit al-Burhani, Al-Muhit al-Burhani 30 tom kitob. Bazarda bor. Şu muhit hamda bu. Asbutun hammani shundalib o'z ichiga olgan kitob. 30 mujallad, tahqiq bilan besilgan. Ya, Hanifi qisqa kitob. Bu Burhaniddin al-Buxoriyninki kitobi. Butun mush furuatul fiqhni, Hanifi mazhabiga furuatni hammani to'plagan kitob. Yana birisi Al-Muhit ar-Radavi deb, bu Radiyiddin as-Saraxsiyning kitobi. Lekin ko'pincha ehtimolda Al-Muhit al-Burhani maqsad qilinadi. Hani ya dikkat etsenler Abu Hanifa'nın deliline geldi, sahibenin deliline geldi. Onun için deliline tahlil kıygan buldu. Abu Hanifa'dan kelgen muşu vacip diyen kıraş, mücahittin mi kelgen? Abu Hanifa'm da yalnız kalmadı. Hiç bulmuş mücahit mi bildi baki. Maliki mezhepten Suhnun, mesela, bazı ulemalarda rivayet kılıngan. Yani İbn Mes'ud, Huzeyfe radıyallahu anhum adım mı, azrak kelgen buluşu mümkün. Abu Hanifa'nın delilleri ne? Yukarıda zadakum diyen rivayetine geldi. Yani el-vitru hakkun femen lem yutir feleyse minna. Bu bir delil. Bu Abu Davud ve Ahmed ve Hakim rivayet kılan Hakim Seyyid. Yani bu Hasan dereceli hadis. Ya ehlel Kur'an evtiru fe innallah vitrun yuhibbul vitra. Bu hadisin Abu Davud rivayet kılan Hasan sahih derecelik. Şeyh Albani rahmetullahi aleyhi Hasan sahih de bağlayan hadis.
ya ahlul Qur'on degan qarilar degan gap emas, ha. Qur'onni azroq shu bildigan yo'da o'qiy oladiganlar degan. Qancha surni yo'da o'qiy olsa, Qur'onni o'qiy oladiganlar degan ma'noda. Yana bir hadisda man nama an vitrihi aw nasiyahu falyusallihi idza zakarahu. İmam Ahmad rivoyat qilgan sayyidis. Ularga qazo qiladi degan gap chiqdi mana. Chunki yana bir hadisda o'xshash bor. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakarahu. Shunga o'xshash. Ularga bu farz namozga o'xshash kelgandek. Yana bir hadisda innalloha harrama ala ummati al-khamra wal-maysir wal-mizra wal-kubata wal-ghubayra va zadani salat al-vitr deb kelgan. Abu Davud rivoyat qilgan sayyidis. Bu zadani degan zadakum degandek bu rivoyatlar chiqib sahih kelgan. Abu Hanifaning asos nuqig'ini zadakum degan shu lafz. Musha hadislar vojibni bir qancha jihatdan ko'rsatdi deydi. Birinchi jihat buni ziyoda deb atagan. Ziyoda deyishimizda nafl namozni ziyoda qildi desak, uning farqi yo'q. Chunki nafl namoz cheksiz bu, ochiq qo'yitilgan. Buningga masalan 30 xilga birini qaytilsin, nima qilsin, farqlar ketmaydi. Lekin ziyoda degan sanoqliqqa bo'lgan narsa deb bunda bir tahlil qilgan. Ondan muhaddislarda buyruq bor. Fahafidu alayha ala fasalluha ma bayna al-isha'i ila al-fajr degandak. Buyruq vojibni bildirdi. Maktabda shuni dalil qildi. Ondan vitrni ana ma'lum bir vaqtga belgilab qo'ygan. Xutdan ular bomdod aralig'ida deganikin farz namozlar, vojib namozlarning ashunda bir vaqtga xos bo'ldi. Agar naflolab qolsa kengroq bo'ldi. Albatta sunnat namozlarida vaqtga to'g'rilanganlarmi bor, lekin vaqt to'g'rilanmagan keng qo'yilganlarim bor. Lekin farz namozlarning hammasi vaqtga belgilangan. Yana buni o'qimay qolsa va'id kelgan. Faman lam yutir falaysa minna. Biz musulmonlarning jamoatida emas, islom ummatida emas degandan ig'ir tahdid kelgan. Yana o'qiyolmay qolsa qazosini qildi degan gap keldi. Undan keyin mushular hammasi vojibni ko'rsatdi dedi. Endi yuqori hadis qarasak, sahiban dalil qilgan hadisga oldidan bu hadis ojiz. Ojiz bo'lgandan keyin buni tahlil qilib, raddiyarimiz va yalakum sunnah degandan masalan tariq tubata sunnah u tahlil qilib avrilash hojasiz. Va kafallohul mu'minina al-qital. Hadis ojizdek bo'ldi ishtugidi. Yo'q, u Hasan darajalik hadis. Abu Hanifa'ning ojiz emas. Abu Hanifa'ning ojiz olmaydi. Mesela maktabda bi isnadin sahih deb qo'yibdi Imom Ahmadning rivoyatini. Mesela şu İmam Ahmed rivayet qilgan asliki an Kharijata ibn Huzafa al-Adawi rafa'ahu laqad amaddakumullah bi salatin hiya khayrun lakum min humrin na'am qulna wa ma hiya ya Rasulullah qala al-witru fima bayna salat al-isha ila tulu' al-fajr al-Bani sayyidigan amaddakum degan ibora keldi bunga. Ana şu sahibanning dalil qilgan hadis qarasak bu hadis ojiz. Ojiz bo'lgan ekan bu ishtugida. Lekin ojiz degan taqdimasdan salatun kutibat alayya dedi. Shunama Rasulullohga nisbatan vojibdamsiz? Vojib deyman dedi. Oxirdan ya vitrni ularga o'qimay yod o'qiydi. Rasulullohga nisbatan farz desa masalan, ya vitrni yod o'qiydi degan qarash bor bunga. Yani farz namozlarni cho'qim yod tushib o'qiydi. Ularga o'qisa bo'lmaydi. Lekin vitrni ularning ustida o'qiydi deb turib olgan bo'lar. Lekin unda siz farz deysiz. Yani bir tarafdan ya ularning ustida o'qisa bo'ldi deysiz, bu tarafdan. Demak, natijada bu hadis ojiz bo'lgan ekan, shuna qo'llashmaydi bu. Lekin jumhur boshqa dalillarni kelgan sayyi dalillarni. Masalan, uning dalillari ichida hafizu ala salavati va salatil usta. Farz namoz, hani uning nazarida farz vojib o'xshash bo'lgan ekan, bu farz namozlar agar ol to'lab qolsa, usta degan gap bo'lmaydi. Uchi tarafda, shu tarafda qana o'tirdiksa lekin 5 yilab qolsa ikki qism atrofda o'tirib bo'libdi. Salatul usta qaysi namozsa? Asr deb baqidi, bomdod deb baqidi, peshin deb baqidi. Qanday bo'lsa, o'tirdi birsi bo'lsa, usta bo'libdi deydi. 11 hamda ehtimolli dalolat ajizlik ekanmi? Yana bir hadisda bir arabiy kirib so'digo, "Men Alloh taolo namozni nimani farz qildi? 5 salavatin fil yawmi wal layla." Debtil, "Vallahi la azidu ala hada va la anqus." Keyin aflaha in sadaqa dedi.
5 farz namoz. Onun için vitrin battı ama 6-cısı demede deydi. Şunun o'xshash dalillarni. Lekin Abu Hanifa bunun qarta, 5 namoz shunda to'g'ri. Arabın 5 namoz degan bu ziyoda qilishdan burungi gapdi. Keyin endi ziyodakunda ma'm batdi deb animiz chiqargan. Lekin qandalan bo'lmasin, shu sunnat degan ulamolar bo'lmasa, Imom Ahmad va shu boshqalar vitrin tark qilish bo'lmaydi. Cho'qim o'qish lozim. Vitrin tark qilgan odamning shahodatini qabul qilmaymiz. Endi noit ig'ir qirg'an va shu vojibni bildirgandek ifoda bildirgan. Sahobaning nazarida kitobda bu a'la rutbatan min jami' sunnandir. Boshqa sunnatdan zasal yuqori. Vojib bilan mutlaq yaqinlashib qolgan shu orliqdagi narsa. Hozir bu ikki qarash yaqin chaplashib qoldi. Yaqin qiliblar. Mazmuni o'xshashdek chiqib qoldi. Bundan keyin biz amal qilish shartdan shu vitrin tark qilmay o'qish lozim deymiz. Meseleler olgan buldum şunda. Qala ve hiye 3 rak'at kal-maghribi la yusallimu beynahunna. An bu vitr necha rakat o'qiladi? Miqdarul vitr degan masala. Hanifi mazhab 3 rakatni tanladi. Endi to'g'ritdi. 3 rakatlar unda az, jiq bo'lmaydi. Yani 3 rakatdan az bo'lmaydi dedi Hanifi mazhab. 3 rakatdan az bo'lmaydi. 1 rakat o'qish bo'lmaydi dedi. Cumhur ulamalar 1 rakat o'qsin bo'ladi, makruh emas. Bular urdi. Lekin 3 va 5 o'qa yaxshiroq. 3, 5, 7, 9, 11 musunda. Lima rawa ibn Mas'ud va ibn Abbas va Ubay ibn Ka'b va Aisha va Salama radhiyallohu ta'ala anhum anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam kana yutiru bi 3 la yusallimu illa fi akhirihinna. Bu sahabe kiramdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning 3 rakat o'qiydiganligi vitrni eng oxirida birlam salom berdiganligi rivoyat qilingan. Agar 5 rakat yetirgan o'qib salom bermaydi. Oxirida biraqlam. Endi jumhur masalan 4 rakatni bir o'qitib, 1 rakatni taq o'qib, 2 bo'lib nima qildi degan qarashni tutishi mumkin. Ibn Umar radhiyallohu anhudan shunda Buxoriyda rivoyat bor. 2 rakatni bir o'qib salom berib, undan keyin 1 rakatni bir o'qigan deb. Hani bu vaziyette bir salam bilan o'qiydi. Salom bermay 5 rakat namozni qada o'qidi. 4 rakat bir o'tadi, ya'ni qo'pdi. Masalan, namozshani biz 2 rakat bir o'tirib qo'ymizmi? Shunday. 2 rakat bir o'tirish kerak. 2 rakat bir o'tirib, 4 rakat bir o'tirib, 5-rakat bir o'tirib. Ha. Bir salam bilan degan shunday bo'lish kerak. 2 rakatni bir o'tirish. Bir o'tirish deb kelgan bo'lsa, Hazrat Aisha rivoyat qilgan buni. Lekin oxirida shu bir salom bergan degan rivoyat qildimi? Ana bu shu sahoba kiramda bunday rivoyat qilindi dedi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan, shunama Ibn Abbas radhiyallohu anhudan summa awtara bi thalathin say muslimlik kelgan. Maktabdan asli qarasanglar, xuddi shu rivoyatni hammasi bunda ajiz rivoyatdak tahrij qo'yibdi. Ibn Abbosningki summa awtara bi thalat degan say muslimda. Ibn Abbos shu hammasi Maymuna radhiyallohu anhaning qishti qo'ndig'i, Rasulullohning kechlik namozini kuzatib ugunima deb. Qubob yuzini silatib, inna fi xalqis samawati val ard ixtilafil layl wan nahar degan 10 oyat o'qitib, undan keyin esiqliq tulumdan tartilib, namoz o'qidi deb oxirida 3 rakat summa awtara bi thalat degan rivoyat bor. Say muslimda bor. Hazrat Aishaning kelganini maktabning ostida hakim rivoyat qildi deb akeldi. Yana Nasa'iy rivoyat qildi. İmam Ahmed rivoyat qildi. Ubay ibn Ka'bningki mush abzasdan keyingi rivoyat 1-rakatda Sabbihsmi robbikal a'la, 2-rakat Qul ya ayyuhal kafirun, 3-rakatda Qul vallohu ahad o'qiydi degan rivoyat Ubay ibn Ka'bdan kelgan rivoyat shu. Bundan keyin Rasulullohning 3 rakat o'qiganligi qali ko'p kitoblarda rivoyat qilingan. Bunda vajil istidlol nima Hanifi mazhabininkiga desa, bunda davomlashtirganlar qali uzun muddat davomlashtirganini ko'rsatdi. Yoki izchilda o'qigandek bir ahvol bor, shu vojib deymiz deb turib oldi. Yana
Hanefi mazhabının bir dalili Ayşe radhiyallohu anha rivoyat qildi. Ma kana yazidu fi Ramadana wa la fi ghayrihi ala 11 rak'a yusalli arba'an la tas'al an husnihinna wa la tulihinna thumma yusalli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalatha. Thumma yusalli thalatha degani bir qatimlam 3 rakat o'qidi degan gap shu. Muttafaqun alayhi. Hazrat Ayşe'den mana muttafaqun alayhi keldi. Va kitobning oxiri qarasanglar ostiga Hazrat Ayşe'dan kelganini Nasai'dan, İmam Ahmaddan, Uyabiyadan o'qib baxtdi. Bularda Sahih Buxoriy, Muslimda bor. Lekin hamda ay bir rakat o'qiganlikqa 2 rakat o'qib bir salom berib o'tiblab, undan keyin bir rakat ayrim o'qiganlikqa bu sayyidlik kelgan. Kelgan bo'lgan ekan, bunda qarasak Rasululloh cho'qim oldida shunda nafl namoz o'qimay yolg'iz taq bir rakat o'qimagan. 11 rakat o'qiydi-ku. 4 rakat, 2 rakatdan salatul layl masna 2 rakatdan o'qib 10 rakat o'qigandan keyin bir rakatni shunda Bilal Abdullah ibn Maktum azan to'layman deb qoldi, nima deb qolsa, qach bir rakat o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Chunki hadisda fa idza khashita as-subha fa'awtir bi rak'a tutir laka ma qad sallayt. Fa idza khashi ahadukum as-subha falyutir bi rak'a degandek rivoyat. Kecha namoz o'qib keldik. Shunda o'qib kelayotsak, bizda xili vaqt bog'i deb, tonggacha xili vaqt bor o'qib kelayotsak, mikrofonning ovozi taraqtiroq. Allohu akbar deyman deblam shunda bir nima bo'lib qoldi. Yoki azan chiqilib qopti deb ayoli tanbih berib qo'ysa, qachida vitrinsiz o'qilishi bir rakatni qach o'qildi. Lekin oldida faqat namoz o'qimay, taq bir rakatla bunda ahvol yo'q. Shundaki bir rakat o'qishmi joiz. Lekin sunnat o'g'ini oldida boshqa 2 rakat bo'lsin, necha rakat o'qib, oxirida bir rakatni ayrim o'qish. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan Sahih Buxoriyda kelgani 2 rakatni bir o'qib o'tib, salom berib o'tib, ana o'zining ba'zi bir ishlarini qilib o'tib, undan keyin bir rakatni ayrim o'qigan deb kelgan. Ya'ni 2 ga bo'lib o'qinglar yoki bir raqam o'qinglar, bu joiz. 3 rakatni uloqni o'qib, 2 rakatni keyin tashavvur qilmay, 3 rakatni vaqtida tashavvur qilsin bo'ldi. Qashna rivoyatmi kelgan? Kimmasmikan shu vitrning mana usulimi ekan? Ana o'sha shirkat degan ko'pincha ahvolda, normal ahvolda ashunday o'qigan bo'lishi mumkin. Undan boshqa 5 rakat, 7 rakat, endi 9 rakat o'qigan ahvolim bor. 1 rakat ayrim o'qigan ahvolim bor. Endi hozir bizda tashviq qilinyapti. Qulay bo'lg'achqa, oson bo'lg'achqa, xuddi 1 rakat o'qish sunnatdek. Ama 1 rakat o'qish sunnat desang, 5 rakat o'qishing sunnat bo'lar. Lekin 5 rakat sunnat deganni tashviq qilmaymiz. Nima uchun? Yig'ildi. Biz sunnatni tashviq qilishdimi? Yani tanlab, asarroq bo'lsa, qo'shaqdigan bo'lsa, shuni tashviq qildigan, yig'irni asta bosirib qo'ydigan. Hanefi mazhab shirkatni tanladi. Rasululloh shunday qilib sayyidga muvaffaq, uni shamol o'tmaydi. 1 rakat deganda shunday ehtimollik bor edi. Oldida namoz o'qigan bo'lish kerak. Unda namoz o'qimay taq 1 rakat o'qigan ahvol yo'q. Deganda bir nima bo'lg'achqa, bu ayında zarurat ahvollarda bo'lishi mumkin. 1 rakatga tashviq qilsak, undan bakra 5, 7, 9 ni tashviq qilishimiz lozim. Chunki shu ixtilof bo'lmagan sunnat. Shirkat o'qib, undan keyin 1 rakat. Oldida unda namoz o'qimaylam, taq 1 rakat o'qigan yo'q deydi. Hatta İmam Ahmad ham shunda qaraydi. Salom berib, ayrim o'qisa 1 rakat bo'ldi. Bo'lmasa, hammasi 3 rakat bo'ldi. Shu salom bergandan keyingi gap. Shu 2 rakatmi? Vitr. Shu vitrni payslab o'qigandek hozir. Niyat bilan. Qala va yaqra'u fi jami'iha. Shu va yaqra'u fi jami'iha nima degan bo'ldi? 3 rakatning hammida, hozir Hanefi 3 rakat degan tanladi. 3 rakatning hammida qiroat qiladi. Lekin farz namoz uchun oldingi 2 rakatni ham o'qish farzdi. 3 rakat o'qigan taqdirda 3 rakatning hammida qiroat qilganligida ulamolarimiz ittifoq.
والمستحب أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب. مستحب هنا رسول الله شندا أقوان رواية بوغشقا برنجي ركعت فاتحة ولن سبح اسم ربك الأعلى. İkinci rekatta Fatiha bilan Kul ya eyyuhel kafirun. Üçüncü rekatta Fatiha bilan Kul huvallahu ahad. Muşun o'qish mustahab. Hakada nuqila qira'atu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fiha. Ashvitrda Rasulullohning bunda qiraat qilganligi naql qilindi. Ya'ni 3 rakat o'qidi degan gap ma'lum. Mana bu rivoyatni kim rivoyat qilgan? Ubay ibn Ka'b. Yuqorida sahabadan qator Ibn Abbosga Ubay ibn Ka'b rivoyat qildi-ku. Ubay ibn Ka'b'dan kaga rivoyat dalmish shu. İmam Ahmad Musnadda rivoyat qilgan. Ya'ni Ibn Abbosdan rivoyat qilingan. وَلِأَنَّهُ لَمَّا اخْتُلِفَ فِي وُجُوبِهَا وَجَبَتِ الْقِرَاءَةُ فِي جَمِيعِهَا احْتِياطًا. Yani bir dalilan qo'shimcha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'qigandan boshqa dalil biz vitrning vojibligi yoki sunnatligida ixtilof chiqib qoldik. Ixtilof chiqib qolgan ekan Hanifi mazhabının qoidasi bo'yicha nafl namozda hamma rakat qiroat qilish bopti. Farz namozda dastlabki 2 rakat o'qish va keyingi 2 rakatda ixtiyoriy. Unda qarasak sunnat vojib deb taraddud qilgan ekan, biz endi sunnat bo'lib qolgan taqdirda qiroat qildigan yerda qilmay xatolik desamaydi deb ehtiyot qilib o'qiymiz deb o'qisak masala bo'ldi. Chunki farz namozmi endi 3 rekatda o'qisa bir aytilgan ish emas, tushunami? Xato bo'lmaydi. Undan keyin tagliban lin-nafliya biz ehtiyotan shunda dedik. Hanbali mazhabda, Shafiy mazhabda 3-rekatda Qul vallohu ahadni, Qul a'udhu bi robbil falaq va nas 3 surani birlikda o'qiydi. Lekin uning hadisdan dalil bo'lmasligi mumkin. Qala va yaqnutu fi thalithati qabla ar-ruku'. 3-rekatda rukudan burun qunut duosi o'qiydi. Yaqnut degan duo qunut nimachi? Qunut deganninki arab tilida bir necha ma'nosi bor. Mutolaa qilib bildi. At-ta'a wal-qiyam wad-du'a. Davomki mushazir 3 ma'no o'ziga olgan holat. Ya'ni qunut duosini o'rtirib o'qigan bo'lsa, qunut ya'ni qiyam degan ma'nosi bor, vuquf degan ma'no bor. Duoligi duo ma'nosi bor. At-ta'a degandek u mazmun bor. Undan 3-si shu qunut bo'ldi. Xudo ihtiyotdan 80 Xudoy to'qasa, shu ihtiyotdan 80 qilmoqlarni. Qirqat qilma to'qasa. Ha, vojib degan ekan shunda. Vojibni tark qilgan bo'lg'achqa. Sevil muazzatayni deb kelgan duo edi. 3-rekatda Alloh qilsin va muazzatayni o'qiydi. Aziz rivoyat qilish mumkin. Darajasini tekshirib basla. Shu Hanbali mazhab va Shafiy mazhab shu rivoyatni olgan bo'lishi mumkin. Qala va yaqnutu fi thalithati qabla ar-ruku'. 3-rekatda rukudan burun qunut duosi o'qiydi. Yarfa'u yadayhi. Qo'lini ko'tardi. Ana shu qo'lni ko'tarish. Allohu akbar deganda qo'lni ko'tarishmi? Duo qo'lni ko'tarishmi? Yarfa'u yadayhi lima rawayna. Bu Allohu akbar deyishga takbirda qo'lni ko'tarish. Lima rawayna. Biz rivoyat qilgan, yuqorida o'tib ketgan bir hadisga asosan, ya'ni la turfa'ul aydi illa fi 7 mawatin degan Ibn Mas'uddan kelgan rivoyat. 161-bet. Shunda val qunut degan tal shu. 7-si qunutun bor. Val kabbir. Allohu akbar deb qo'lni ko'tardi. Lima marra degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kan yukabbiru fi kulli khafdin va raf'in degan hadisga asosan. Yani Hazreti Ali radhiyallohu anhu kabbara hina qanata. Qunut qilmoqchi bo'lgancha takbir tushgan deb keldi. Yani Bara radhiyallohu anhu uningda bu shunday keldi. Ibn Abi Shayba va Abdurrazzaq musannafida rivoyat qilgan. Thumma yaqnutu. Allohu akbar deb qo'lni ko'tarib takbir tushgandan keyin undan qunut duosini o'qiydi. Lima rawa Ali va Ibn Mas'ud va Ibn Abbas va Ubay ibn Ka'b radhiyallohu ta'ala anhum annahu sallallohu alayhi vasallam kana yaqnutu fi thalithati qabla ar-ruku'i. 3-rekatda rukudan burun qunut duosi o'qiydi deb ashab ikramlar Rasulullohning qunut ahvolini bayon qilgan bo'lg'achqa biz qabla ruku' deymiz. Ruku qilishdan burun. Yani ruku qilishdan burun ya keyin degan masala.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rukudan burun va rukudan keyin rukudan turgan chog'da qildi deb ishkilar nima kelgan. Hanifi mazhabninki qablar ruku degani azroq hadisda kelgan. Ba'da ruku degani ko'proq hadisda kelgan. Lekin har ikkisi sayyidis kelgan. Undan keyin qani qilsa ixtiyoriy holatdagi bir ahvol. Wa laysa fihi du'a'un muaqqatun yoki muvaqqatun har ikkisi to'g'ri. Wa laysa fihi du'a'un muvaqqat degan bunda zot mushin qilmasang bo'lmaydi, mushin qilishing farz deb bekitgan bir duo yo'q. Ala sabil vujub demakchi. Undan keyin qanday duo qilsang qunut duosi ado bo'lgan bo'ldi. Biz Uyg'urcha qilsin bo'ldi deb fatvo beryapmiz. Arabcha bildi Allah, Arabcha qildi. Arabcha bilmaydi Allah, Uyg'urchalam qilaversa Alloh taolo hamma tillarni bilguchi. Yaxshi, men demoqchi bo'lganimda, bilmadim bo'lmaydi deganlar shu ko'pchilik ulamolar. Ya'ni bilmasam shuning ichida. Lekin biz fatvo bergan chog'da bo'ldi degan qarashni fatvo beryapmiz. Bo'ldi degan ulamolar bor. Shuning dalili qilib jo'llaqimni. Bo'lmasa bizdek Uyg'ur bicharalar Arabcha bilmaydiganlar va taliblar bilan boshqalar tilmoqchi bo'lgan tiligini Arabcha ifodalamay, duo qilmaydi, so'rayolmaydi Alloh taolo. Namoz degan ham duo ijobat bo'lganida ayni bir ahvol. Bir hadisda secdani qilgancha duo qilinglar, faqaminun an yustajaba lakum, ijobat qilinishga munosib o'rin shu degan. İjtahidu fi duo dedi mesela. Undan keyin Aşında faziletli o'rinlarda duo qilmay qolsak bo'lmaydi. Duo qildi. Alloh taolo hamma tillarni bilguchi, va ya'lamu ma fi sudur. Hamda mush qunut duosininki hukmi nima? Hanifi mazhabda vojib. Qunut duosi o'qish vojib. Yil bo'yi, vitrda yil bo'yi o'qiymiz. Kunda 365 kun qunut o'qish vojib. Bu Abu Hanifa'ning qarashi. Sahiban sünnet deb qaraydi. Jumhurmi sünnet deb qaraydi. Shunami? Ya'ni shu vitrda o'qiymiz deydiganlar sünnet deb qaraydi. Imom Malik qunut duosi vitrda o'qilmaydi. Boshqa namozda o'qilmasa boshqa namozda o'qish mumkin. Imom Shafi'ning qarashida Ramazondagi vitrda oxirgi 15 kunda vitrda qunut o'qish bor deydi. Albatta sunnat deydi. Vitrni sunnat degan ekan, qunutni sunnat deydi. Yana bir qarashda Shafi'i mazhabiga yil bo'yi sunnat deb qaraydi. Albatta bu normal ahvollar shunda. Bir navozil bo'lib qilib, musulmonlarning beshiga bir shunda bir ig'ir kunlar kelib qilib, islom dushmanlari musulmonlar shunda zangash qilgan bir ahvol bo'lib qolsa, bu navozil deymiz. Beshimizga bir kun tushdi degandek. Ig'ir kunlar kelgan bo'lsa, navozil sharoitlarda qunut o'qish Hanifi mazhabdan hamma ulamolar bo'ldi deydi. Qolgan namozda, besh vaqt namozning qolganda asr namozda ishida o'qigan namozlarmi? Bamdod. Albatta Shafi'i mazhabda bamdodda o'qish bor farz namozdan. Uni va sham, xuftan, peshim, ajnamozning qandig'ida eng oxir rukudan turgandan keyin, Hanifi mazhabda rukudan burun desak, boshqa rukudan turgandan keyin kunliklab qunut duosi o'qish bor. Allohumma ansuril islam val muslimin. Allohumma shdud wat'ataka ala a'da'il islam. Allohumma dammirhum. Degandek ashunda duolar kofirlarga, islom dushmanlariga qarta ig'ir bilan qag'aydigan, la'nat yog'diradigan duolarni o'qish bor deydi. Ya dunyoda hamma musulmonning beshiga ig'ir kulfat kelyotdi. Suriyada qanday kunlar bo'layotdi? Undan keyin vitrda Hanifi mazhabda yil bo'yi o'qish vojib. Abu Hanifaning qarashida sahiban sunnatdir. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ اللهم إنا نستعينك. Biz o'qiydigan duo var. Lekin men ayani bir rivoyatdagi duoni o'qiyman. اللهم اهدني فيمن هديت. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ اللهم إنا نستعينك واللهم اهدنا. Mush duo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelgan. Mush duoni o'qish sunnat. Mush duoni o'qish sunnat. Lekin farz duo bormi? Yo'q. Farzga duo bilganmi? Vojib duo yo'q. Sunnat o'g'ini shu. Bu Allohumma atina fi man hadayt. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu navrisi Hasan ibn Ali radhiyallohu anhumaga o'gitib qo'ygan duo. Allohumma ahdini fi man hadayt va afini fi man afayt
وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليك. Ya bunun ahirda anda qalğança duanı qatib oqsu buldu. Bu Abu Davud rivoyatining sahih hadis. Uningizga Rasululloh o'zining nevrisiga mushuni o'qiganda o'rgatgan. Shafiy mazhab shuni mushuni tanlagan. Shu yaxshi edi. Unda Allohumma inna nas'aluka degan marvayin-cho Rasulullohdan qilingan rivoyat ojiz, ya'ni zaifun marfu'an. Lekin Hazrat Umarningki munbarda turib mush duoni o'rgatganligi sahih kelgan. Sahihun mavqufan deymiz. Shuna mush duoni tanlaganlar Hazrat Umar xalif turib buni kishilarga shuni uguninglar deb o'gitib qilganligi cho'qim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rgatgan bo'lg'achqa shunda o'rgatgan. Shu bu ig'rosido deb buni tanlagan. Undan keyin har ikkisi bo'ladi. Yana Hazrat Ali radhiyallohu anhudan bunda bir duo kelgan. Vitrning oxirida shu qunut duosida Allohumma inni a'udhu biridaka min sakhatika va bimu'afatika min uqubatika va a'udhu bika minka la uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik. Bu Tirmizi rivoyatidan sayyidis. Da'vatga shuninki qasbisini qisi bo'ldi. Sayyidisda Allohumma atini fiman aydayt degan nima keldimi? Keyin mushuni yodlab kelish topshiroq. Ba'zilar yodlanglar, ba'zi nasta'inuka degan uni yodlagan bo'lishi mumkin. Yodlamaganlar yodlab kelinglar. Sinf boshqa topshiriqqa yozasizlar. Agar yolg'iz o'qisak Allohumma ahdini deymiz. Allohumma ahdina desak bo'ldi. Lekin jamoatda o'qigancha Allohumma ahdina deymiz. O'zimiz xash duo qilib olmay. Ashunda jamlab o'qimiz deganlar bor. Lekin unda joiz, ash joiz. Sunnatga muvofiq emas. Chunki Rasululloh jamlab demagan. Jamsiz ixtiyoriy endi. Odatda boshqa duoni qilgan tariqada, o'zicha duoni qilgan tariqada kam qo'yib bergan ish. Shu ani ma'ni hamma desa bo'ldi. Lekin Rasululloh ayni jamla ikkisini tang deganmi yoki ikkisini tang Hasanga o'rgatganmi? Yo'q. Lekin joizlikda sunnat emas. İkinci rekatdan keyin yo'q oxirgi rekatda o'qiymiz buni. Buzilish kerak. Chunki siz boshqa rukunni kechiktirib o'tildinglar. Ammo orliqi va boshqa narsa qilib qo'ygandek bo'ldi. Va ma'na qawli Muhammadin rahimahulloh laysa fihi du'aun muvaqqatun ghayru zalik. Muhammadninki bunda belgilangan bir duo yo'q degini hadisga kelgan ikki duo bor. Uningdan boshqa belgilangan duo yo'q demakchi edi. Bunda tavil qilib qo'yibdi. Lekin duo muvaqqat degan agar Imom Muhammad degan bo'lsa, sunnatda unda belgilanmagan, hammasi ixtiyoriy degan ma'no bo'lishi kerak. Va man la yuhsinu du'a yaqulu Allohumma ighfir lana miraran. Duo qilishni bilmaydigan kishi qunut o'qishni, qunut duosini yodlamaganlar takrar Allohumma ighfir lana, Allohumma ighfirli deb shuni takrorlayverdi. Yoki Robbana atina fid dunya hasana deganda bildigan duoni o'qiydi. Unda Muhammadning nima qilgani duoda unda belgilanib duo qilish taz yaxshi emas deb qaraydi Imom Muhammad. Undan shu Muhammadning alayhi fi duo muvaqqat degani Imom Muhammadningki duoda muayyan alfozlar shunda qilib odatlash taz yaxshi emas. Nima uchun desa, duo qiladi og'ziyada, lekin mazmun tarafdan qalbidan chiqarib bunda duo qilayotgan bo'lmaydi. Lekin har xil duo qilsak, shu chaqda shu ma'nosini o'ylab turib, yurakdan chiqarib turib qilg'il bo'ldi. Shuna masalan u tasbihni sanash masalan. Mana tasbih deb sanashni qilsa, sanash bilan bo'lib ketib, bu kalli boshqa ketdi-ku. Shuna o'xshash bo'ldi demakchi. Bayam chiqqan jiddetda satehma qo'yayim gapirib bo'ladi. Shu jiddet o'qiydi. Shuni davomli o'qigan bo'lsa mayli. Lekin ba'zida boshqa surlarni o'qib qo'ysa bo'ldi. Chunki bu davomli o'qigan taqdirda ba'zida shundamda vojib o'xshaydi deb tushunib qolgan ehtimol bo'lg'achqa bir bunda boshqa o'zgartirib o'qib qo'ysa bo'ldi. Vaqtara Abu Layth rahimahulloh as-salata ala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam ba'dahu. Abu Layth as-Samarqandi bu imom Abu Mansur al-Maturidining shogirdi. Samarqand olim. Samarqand bilan Balxda yashagan. Tafsir bor.
tafsir Abul Lays yoki Bahrul Ulum degan tafsir. Buningdan boshqa bizning diyorimizda mashhur bo'lgan Bustanul Arifin, Tanbihul G'afilin, Xazanatul Fiqh degandek shunday kitoblar bor. Yo'q, bu boshqadan bu. Bu shunda 8 kitob bu. Xazinatul Asrar, Xodimining ekan. Rasmi bor, yolg'onmi bor, shunda aralash kitob. Doktorlik risalam shu Abdullays Samarqandining fiqh tarjihatlarini tadqiq qilishdi. Çünkü mening ustozim bo'ldi Abdullays Samarqandi. 375-yili vafot bo'lgan. Bu olimda ilgirki zamonning oxirgi paytida yashagan. Kim buningdan kellanmasa, Quduriy shunda boshlangan chog'da, ya'ni bir mazhabda ham tutib oldigan. Hatto bir mazhabning Abu Hanifaning ham tutib deydigan bo'ldigan ta'assub boshlandi. Lekin bu unda ilgirki shunda kangtasha ijtihod qilib, tarjih qilib yashagan vaqtlarda o'tgan olim. Şunu bunun Hanefi mazhabdan chiqib, boshqa mazhabning qarashlarini tanlagan yerlarim bor. Hadis sahih kelgan bo'lsa, sahoba kiramdan sahih kelgan bo'lsa, Hanefi mazhab yoqtigan bo'lsa, qachida shu olimizga yerlari bor. Erkin nazardirak ijtihod qilgan bo'lg'achqa, ixtiyorotlar bor fiqhda. Hanefi mazhabdan chiqayotgan yerlari bor. Vaqtar Abu Layth rahimahulloh as-salatu ala nabiy sallallohu alayhi vasallam ba'dahu duo qunutdan keyin durud o'qiymiz deb durud o'qishni tanladi dedi. Yani mustahab demakchi. Wa huwa marwiyun an an-Nakhai. İbrahim an-Nakhai'dan mustabi'dan rivoyat qilingan qarash bu dedi. Yana maktabning aslida bayon qildi. Muaz al-Qari Hazrat Umar taravini imom bo'lib o'qib bergan deb Masjid-i Haramga imom tayinlab qo'ygan shu kishi nimasidan keyin Qunut duosidan keyin oxirida Rasululloh sallallohu alayhi va Muhammad deb durud o'qigan. Yana Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhudan sahih kelgan. Davomida keyin bu olim durud o'qish lozim. Duo bo'ldi ekan, duoning ichi cho'qim durud bo'lishi lozim. Xuddi duoning bir shartida ekan. Hech bo'lmasa bu duoning adab qoidasi kirdi. Duo qilgan chog'da oldinlanmasin. Alloh taologa hamd sano aytib uningdan keyin Rasululloh durud o'qib, uningdan keyin undan tilakimizni qilsak, ijobat qilishdan yaqin. Wa karihahu ba'duhum li'adam urud as-sunnah bihi. Ba'zi ulamolar bu hadisda bunda kelmagan, hadis kelmagandan biz durudni qilib olsak yoki mustahab desak, bu yaxshi bo'lmaydi degan. Lekin ixtiyoriy davrda bo'lgandan keyin mustahab bo'ldi desak bo'ldi. Ustiga Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi, sahih keldi. Yana Muaz al-Qari'dan keldi. Hazrat Umar shu chog'da imom qilib tayinlagan va sahoba tabiinlar imom bo'lib namoz o'qigan, shu durud o'qigan, uni biraylan ayblamagan. Qala va la qunuta fi ghayriha. Shu vitr namozidan boshqa namozlarda, navozildan boshqada yana bomdatda masalan qunut o'qish odatda u 5 vaqt namozda unda qunut o'qish yo'q. Liqawli ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ma qanata Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fi salati as-subh illa shahran lam yaqnut qablahu wa la ba'dahu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqat bir oyla bomdat namozda qunut duosi o'qigan, unda ilgari va keyin unda qunut o'qimagan bomdatda deb rivoyat qildi. Shu ba'zi qabilalar bizga islom o'tish uchun ustozini avatgan bo'lsa, biz dinni o'rgansak degan chog'da Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 70 qari degan gap 70 ulamo. Qur'onlar ishlamasa, butun ahkomni o'rgangan 70 qarini balki ahli suffadan bo'lsin ekan, shu qabilalarga islom dinini o'tish uchun avatgan. Bu yo'lda ketayotgan chog'da shu qabilaga yaqin bir qabilalar yo'ldagi qabil to'sab, uni qirib o'tgan. Hatto shularning nimasida oyat tushib keyin mansux bo'lib ketgan. Qilgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir oy Allohumma shdud wat'ataka ala mudar. Allohumma alayka bihim. Yana ularga Yusuf alayhisalomning yillardek ayni qahatchilik ato qilslar deb bir oy qag'ib duo qilgan. Ash bir oy shu hamda. Undan keyin bo'ldi qildi. Lekin bu yerda mushrivoyatni hozir aciz degandek tamolatda Buxoriyda shu mazmunda sayyiz bor. Masalan, Anas anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam qanata shahran fi salati subhi
يدعو على أحياء من أحياء العرب أشريعل ذكوان بني لحيان ديان قبيلانا قاغب دواقان برأي. وروت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القنوت في صلاة الفجر. بمدات نمازı قنوت okuştun toskan bu acı rivayet buluşu mümkün. Peki anda tostir yanım bommusu mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ay dua kılıp keyin to'xtab qolgan bo'lg'achqa keyingi ahvoli xuddi bamdatda qunut o'qishmay siqilib ketgan deganda bir mazmun bor demoqchi. Shuni ishora qilyapti. Va ma rawa Anasun mana biz bayatın Buxariyda bor degan rivoyat buni. Annahu sallallohu alayhi vasallam kana yaqnutu fi salati subhi mu'aradun bi hadis ibn Mas'ud. İbn Mas'ud'dan kelgan rivoyat bilan qarama-qarshi qildi dedi. Ibn Mas'udning rivoyati ma qanata Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fi salati subhi illa shahran degan bayatning rivoyati shu. Yana Anasning rivoyatiga o'zib kelib qoldi. فبما روى قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قنات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. أحياء من العرب شو رعل وذكوان وبني لحيان شو قبيلة يعني عصية ديان قبيل با عصية عصت الله ورسوله مش الله كيف قال ده بمدت أخذه كين أقمده توقتت ديان ده يجي شو برأي دعاء توقتغان فدل على أنه نسخ. نانكن بمدت قنوت أقش من سخيب كتكان. çünkü كين أقمدغان بوغان. فلو صلى الفجر خلف إمام يقنut. Hamda imamlarning qarshi o'xshash qilmadigan, ba'zilar u qarashni, ba'zilar ma qarashni tutgan bo'lsa, imom boshqa qarashda bo'lgan ahvolda, jamoat boshqa qarashda bo'lsa, qanday qilib agishmamdi, agishmamdi degan masala kelib chiqdi. Falaw sallal fajra xalfa imamin yaqnut. Qunut o'qiydigan imomning keynida bamdat o'qib qolsa, hozirma bamdatda qunut o'qishni Shafiy mazhabida bo'lsa, Misrda bamdatda qunut o'qiydigan Hanafi mazhab qarshilikka kishi qanday qiladi? Yutabi'uhu 'inda Abi Yusuf. Abu Yusuf rahmatullohi alayh agishidi dedi. Li alla yukhalifa imamahu. Çünkü bu imam innama ju'ila al-imamu li yutamma bih. Yani manda qisqalan unda qisqalan agishidi dedi. Agishidi dedi. İmam bo'lgan ekan. Va indahuma la yutabi'uhu. Abu Hanifa bilan Muhammad agishmaydi li annahu hukmun mansukh. Çünkü bu mansukh amaldan qolgan ish. Xuddi imom xato ishni qilsa agishmaganimizga o'xshash. Bununla agishmaymiz. Vasara kat-takbiratul khamisati fi salatil cenaze. Bu xuddi masalan janozamizning 4 takbirlarni o'qitdik. Burun 5 takbir o'qigan bo'lsa, amaldan qolgan bo'lsa, immoning 5-takbir tushsa, biz jim turimiz, agishmay. Demak, Abu Yusufmi 5-takbirni qilib qolsa, jim turimiz, agishmaymiz deydi ekan. Ya'ni ekan, aniq qiyos qilib ham to'g'rildi. Wal muxtaru annahu yaskutu qa'iman. Ulamolar qarab Abu Yusufning qarshi bilan tarafayning qarshini o'tirdi qilib, ham yaxshisi. Jim turpasi bo'ldi. Yerim agishva bunda. O'rtirishda agishdi, duoda agishmay turdi. Agar o'qisan bu boshqa ish qilib o'tkilib ketsa bo'ldi agishmasa. O'tkillanmay imom saqlab turibdi dedi. Ajim turpasi bo'ldi dedi. Lekin ay navozil bo'lgan chaqlarda qunut o'qib qolsa agishidi. Chunki Hanafi mazhabida navozilda qunut o'qish bor. Oxirgi rakat rukudan keyin o'qiydi. Hanafi mazhabda rukudan burun, boshqa mazhabda rukudan keyin. Walau saha anil qunuti faraka'a. Vitr o'qib qunut o'qimay qolibdi. Mesela unutib qolib qunut o'qimay rukuga ketib qolibdi. Thumma zakara. Andan rukuda turgan chaqda mutlaq qunut o'qimabdimi? Qunut unutib qolibdimi deb esi keldi. La ya'ud. G'achda yeniblanmi qunut o'qiyman deb jumay bo'ldi, katta dedi. Albatta bu avval qanday qildi? Saysa qildi Abu Hanifaning nazarida. Sahibining nazarida saysa o'qimaydi. Wa an Abi Hanifata rahimahullah annahu ya'udu ila al-qunut thumma yarka. Abu Hanifa ya qunut qaytib qunut o'qiydi. Çünkü qunut vojibda. Vojibni qiyson demoqchi ekan. Yani o'sha qunut o'qigan chaqda, qunut o'qigan chaqda, duo qunutni rukudan ilgari keyin qildi. Qancha ish qo'limni ko'tarib o'qitaman deb.
Cumhurning nazarida ko'tirdi. Albatta, Hanifi mazhab mu'minning ishida bo'lish kerak. Va ana Hanifa innahu ya'udu al-qunut sunnatga. Ruku qilib, uni bo'lgan Qunut o'qimabdimi deb qiyomga yeni bo'lib, qunut o'qitib, unda ruku bordi dedi. Ruku farz bo'lsa, ruku ikki qatim qilmoqda. Ruku farz azmau. Abu Hanifa dedi. Vojib bo'lgan ekan, Abu Hanifaning nazarida vojib bo'lgan ekan, o'xshash degandek. Ya'ud degan qaytib oladi. Agar u nima qilmasa, rukuda ilgari qilmagan bo'lsa, keyin qilsa bo'ldi deydi. Agar qaytib degan, barcha o'rtirilib ana qo'lini o'qitib, uni ruku berib joyiz qildi. Bizda sajda qilmasak, Shofiy mazhabidagi o'zgarishlar kelgan yapılmay, ruku qilmaydi. Chunki hadis keldi. Hadis kelganda desam. Yani bu Şafii'ga ergashgan bo'lmaymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisiga ergashgan bo'lmaymiz. Ya Abu Hanifa bilan Muhammad ergashmaydi dedi. Amin mi demaydi? Jim turib bir degan. Turdi degani aynan qadil ergashmaydi, turdi degan qarash, ashulning qarashini tarjih qilgandek bo'lish kerak. Endi u ergashmaydi deb imom qunut o'qisa, ruku ketib o'zi namozni turasi bo'lmaydi. Jim turib bir ekan. Chari shu hamda. Yani bu ikki qo'lni ko'tirdi degan, kan Umar yarfa'u yadayhi fil qunut, bu sahih rivoyat. Yana bir necha sahabalardan qunut duosida qo'lni ko'targanligi kelgan. Yana İmam Ahmad rivoyat qilgan, sanad sahih bir rivoyatda anna nabiy sallallohu alayhi vasallam fi salatil g'ada banda namozda rafa'a yadayhi yad'u alayhim. Ve qunutda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'lni ko'targan, undan keyin qo'limizni ko'tarmaymiz. Qo'lni ko'targandan duani va sallallohu alayhi sayyidina Muhammad deb durutla ayaqlashtirdik deydi. Duani tugatdik. Tugatganiga yuzimizni silamdik. Ba'zilar silaymiz, ba'zilar silmaymiz, bundan tashlaymiz deydi. Hatta odatga duo aldimi? Duo qilgandan o'zini silash hukmi emas, mustahab. Dalilimiz nima? Hadisda o'zini silaganning bormi? Aciz bir rivoyatda men aytman. Alloh istihbab bu hukmni isbotlanmaydi deydi. Şu İbn Umar dummoya qarshi sahabatidan bir rivoyat kelgan. Buni ba'zi ulamalar sevmas deb turadi. Ba'zi sayy desa, vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.